Keldim. Ha, keldingmi? Kel, o'tir. Oyi, Sen bu yerda nima qilyapsan? Oyjon tanishing. Bu sizga aytgan qizim. Ismi Adolat. Bo'lajak keliningiz. Tushunmadim. Sen hazillashyapsanmi? Sen shunga uylanmoqchimisan? Ha, oyijon. Tinchlikmi? Buni kimligini bilasanmi? Biz anchadan beri tanishmiz. Yo'qot buni. Meni oyi desang, buni yo'qotasan. Tushundingmi? Bu nima deganingiz? Yo'qol dedim. Adolat, shoshma. O'tir. Oyi, bu nima deganingiz? Tushunmadim. Bu qiz sizga nimasi yoqmadi? Adolatni qayerdan taniysiz? Gapni ko'paytirma. Agar kelin kerak bo'lsa, o'zim topib olaman. Xullas, meni oyi desang, undan voz kechasan. Bilib qo'y, ikki dunyoda ham men uni kelin qilmayman. Oyi, To'xta. Bolam. Rahima Asad ekan oyisi ekanda. Nimaga shuni oldinroq bilmadim. Bu yog'iga nima qilaman endi? Asad akaga buni qanaqa tushuntiraman? Rahima Asad akani miyasini zaharlamasdan oldin ularga hammasini